Yigit qarshi tarafning saqtliq qilib qayta tiqib olganligini aniq ko'rgan bo'lsa-mu, yana o'zining butun mol-bisotini tikib etdi. Bu qarshi tarafning ayvisini yerga Yine urdi. bu kurdu. Bekli çoğuncu mu? Yigit qarshi tarafning yolti olmoqchi bo'lganligini ko'rib, yana qasddan 1 million yuan qarz olib tikdi. Bu aksicha qarshi tarafning uxtush istikini texim qo'zg'ab qo'ydi. O'zining dukunini ra'nib qo'yib, qo'liga 3 dona tuzni yerga kuchab atdi. Bu chog'da ko'ranglab ketgan ayol o'zining qanday oqibat qoldiganligini bilmaydi. Aslida qarmoqqa odatlikcha ko'rinadigan bu yigit amaliyotda jahonkozlikdan chekinganiga uzun yil bo'lgan qimorboz bo'lib, u kichikdilla qimor shogird bo'lib 5 yilda qimor o'ynashda kamolatga yetgan edi. Lekin u eng hurmatlaydigan akasining qimorda xonavayron bo'lganligini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin qat'iylik bilan qimordan qo'lini yuvib, ism familiyasini edi. Ammo bu kuni ayoli boshqalar tomonidan olinib bir oqshomda 200 mingdan uqtirib qo'ydi. Achchiqi kelgan yigit yana bir qatam qimorvozlik yo'li qadam berib ayoli uchun adolatni yoqlamoqchi bo'ldi. Qaysi qandaq? Bir ko'ydan o'ynaymiz. 10 ko'yda tikimiz. Eng yuqori cheki 100 ko'y. Eng oxirida ishga adam qolganda ochimiz. 2 yil maqsiz. Bak bora ketgan. Men o'ynab boqmagan. Hech qisi yo'q. Bu zajinxa degan narsa shunchalik oson. Haraz. Fatima tunigun oson deb o'ylagan. Bilmasangiz so'rasangiz bo'ladi. Ma'quldan bo'ldi o'ynamaydi, uyga qaytib ketaylik. Bo'ldi qilib. Men siz o'tirgan pulning hammasini qaytarib kelaman. Men endi hargiz o'ynamayman. Men sizga bo'ldi qilib dedim. Endi oshirib etmang, ha? 100 berganni biling. Mushundaq yaxshi kunlarda Musajon akamni o'ynag'in qo'ysang bo'lmaydi. Biz aran bir ko'ydan o'ynagan tursak, qanchalik kutirib ketadi? Musajon aka, qani qarshila, ha? Sizlar Yüzüm tuttum. Voy, qaramaymi tikib etamsiz? Men buni o'ynabman bak. Meni ko'rib boqar. Tegib yurgandan kursi yüzlerden qo'yib bilalarni kechirib qilib qilib qismi pul bo'ladi ekan. Xo'sh, Musajon akam aran bir o'ynaganda, agashmisam qanday bo'ladi? Men agashdim. Yüzüye. Agashdim. Ben geçti. Agashmayman. Ben hata çıkırpadım bu. Acaba hata takip koygandım. Musajondan pulni qaytartirib tashlaydigan. Hem Allah gecem silemse. Ha, hem susturmadım ha. Yol koyduğuna rahmet. Geçti. Agashmayman. Yüzgör. Agashdim. Ben geçti. Agashmayman. Zaka. Abayının yağı her kolda erişi otattı. Emdi kopup geçmeydiğen bu kapsan ko, ha? Ay bunda kısan çakra. 200 ming pulun emas. Hatta bayadını utkan 2-3 ming koy pulunu mu uturup etsen cuma? Voy ukam, bu taqatgan qarting faqat yaxshi emas, qo'lingdagi sesiq ekan. Har qatim taqatgan qarting shunda qalaymiqan. Bo'ldi, shilima. O'zimiz olaylik. Çatak yok. Karşıla. Tashlıyoruz. Musajon aka. Qartingizga qaramay turibla, ta'lingizga kelganini bilib oldingizmi? Ta'laydigan, qaraydigan narsa emas. Balki ko'ngilga to'yiladigan narsa. Bo'ldi-da, mushu gapingizga